Salafan do'stlar, terasga shunday holatda bitta suv quysalar ham turadi, lekin shunday holatda olib turib, mana shunaqa tig'li narsamizda bitta teshsalar ham shunaqa holatda teshilib to'kib ketadi, to'kilib ketadi. Endi eng qizig'i buni terasga do'stlar odamda aqlat tushadigan bo'lsa, salafanda turmaydi. Buni yechimini topdim turib, ikkita shlaka blok topib turib, yerda ko'lab turib, maza qilib o'tiraman deysiz, lekin do'stlar, bir oyga qolmay to'lib qoladi. Har oy gamdan o'z chaqiraverib joningizga tegdimi? Mana sizga yechimi do'stlar, endi truba tortibga, kanalizatsiya tortib ketgan muammolar yechimi topildi. Butun umrgacha to'lmaydigan kanalizatsiyalar endi o'zimizda ishlab chiqaryapkan. Buni ishlash tartibiga keladigan bo'lsa, odam daxlat tushgandan keyin do'stlar 95% dan 98% gacha texnik suvga aylantirib beradi. Bu suvni olib turib do'stlar, o'g'it o'rnida bemalol ishlatsalar ham bo'ladi. Eng kichigi do'stlar, bemalol buni ya'ni zakli, suvli, zakinlagan bemalol ustanovka qilsalar ham bo'laveradi. Eng kichigi 10 kishilikdan boshlanadi. Narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, atiga 8 million so'm bo'ladi. Bu narxlar ichida O'zbekiston bilan dastlabki ustanovka bor, faqatgina kelishilgan holatda. Xolosalar 5000 kishigacha o'qib berishaveradi. Esengi bo'yicha dastlabki ustanovka bor ekan. Biz turgan joy Namanganda turibmiz. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlar pastda turibdi.